Assalomu alaykum. Men Sodiqov Tohirjon 2 yildan buyon dasturlash sohasida o'quvchilarga dars berib kelaman. Ya'ni Python dasturlash tilidan. Xo'p, men nima sizlarga bermoqchiman? Python dasturlash tilini o'rgatmoqchiman. Ya'ni YouTube'ga joylayman. YouTube'dan xohlagan dasturchi, ya'ni yangi boshlovchilar o'rganib olsa bo'ladi. Yangi boshlovchi dasturchilar. Xo'p, nimalarni o'rganamiz? Birinchi bo'lib Python nimaligini o'rganib olaylik. Boshda tanishib olaylik. Python dasturlash tili, ya'ni Python bu dasturlash tili hisoblanadi. Aynan bu dasturlash tili hozirda juda ommabop hisoblanadi. Bu sababi o'rganish juda oson va u yangi boshlovchilar uchun juda muqobil variant hisoblanadi. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? Kompyuterimizni sozlab olishimiz kerak. Bizda masalan qaysidir kompyuter bor, kimdadir notebook, kimdadir personal kompyuter bor, ya'ni домашний kompyuter deb aytiladi. Xo'p, shunday kompyuterlar bor. Shuni sozlab olishimiz kerak. Eng birinchi bo'lib qani nimalardan ketamiz, nimalar qilamiz desak, biza Pythonni qarang. 0 dan advanced darajagacha olib chiqamiz. 86 ta mavzu bor. Xo'p, ya'ni 86 ta mavzu bilan cheklanib qolamizmi desak, yo'q. Masalan, list mavzusini 2 ta, 3 ta bo'lakka qilib o'tishimiz mumkin. Unda mavzular ro'yxati oshib ketadi. Hozircha bu umumiy shablon deb olsak bo'ladi. Xo'p, nimalar qilamiz? Eng birinchi bo'lib kompyuterimizni sozlab olamiz. Ya'ni biz kod yozsak, biza Pythonda dasturlash tilida kod yozamiz. U kodni ishlab, ya'ni biz yozgan kodni kompyuter tushunadigan tilga o'girish kerak. Uning uchun bizlarga ya'ni Pythonning o'zi kerak bo'ladi. Ya'ni kompilator deb ataladi. U biz yozgan kodimizni kompyuter tushunadigan 0 bilan 1 ga o'girib beradi. Shuni o'rnatib olishimiz kerak. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz biz Pythonni o'rnatib olamiz. Xo'p, nima qilamiz uning uchun? Qarang. Sozlash va asoslar qismiga bosadigan bo'lsak, bu yerda Pythonni o'rnatish nimada o'rnatamiz desak, python.org saytidan yuklab olib o'rnatamiz va pazga qo'shib ketamiz. Ko'pchiliklarda paz muammosi bo'ladi. Keyin xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz idea tanlash. Idea tanlash deganda, ya'ni masalan Pythonni o'rnatdingiz, ya'ni siz yozgan kodni 0 bilan 1 ga aylantirib beradigan, ya'ni kodingizni ishlatib beradigan nani o'rnatdingiz, kompilatorni o'rnatdingiz. Xo'p, undan keyin kompilator degani shu Python, ya'ni siz yozgan kodni nimaga 0 bilan 1 ga aylantirib beradigan narsa. Xo'p, idea deganda, ya'ni siz kod yozishingiz kerak. Qayerga yozamiz? Uni daftarga yozamizmi, yoki rasm chizamizmi desangiz, yo'q. U dasturlari bor. PyCharm degan Visual Studio aynan qaysi muhit, ya'ni yozadigan muharrir bo'ladigan qaysi ma'qul, ya'ni o'zingizga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shuni olib o'rnatib ketamiz. Xo'p, men Visual Studio'ni tanlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? python.org saytiga kirib olamiz. python.org saytiga kirib oldik. Xo'p, nima qilamiz? Biza Pythonni yuklab olmoqchimiz, ya'ni kompilatorni yuklab olmoqchimiz. Download qismiga bosamiz. Download qismiga bosganda yana versiyalar chiqadi. End of life dedi, ya'ni 207-versiyasi. Bu o'zining oxirgi qismini, ya'ni bu nadan chiqib boryapti, nima desam bo'ladi? Bu ham bir kompilatorning versiyasi. Bu endi ishlamaydi dedi. Keyinchalik masalan 2-3 yildan keyin 207-versiya umuman ishlamaydi. Ishlaydi, uni support qilmaydilar, qo'llab-quvvatlamaydilar. Yana masalan bug fixing to'g'rilanyapti deydi, security xavfsiz, mana 3.2-versiyalari, 3.12-versiyalarini yuklab olsak ham bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz birinchi bo'lib? Qarang, Pythonni stanokka qilmoqchimiz. Nima qilamiz? Xohlasak bu yerdan Pythonni bosib turamizda, yana Python 3.14.6 degan versiyasi bor, shuni yuklab olamiz. Eng oxirgi versiyalardan biri. Bosadigan bo'lsak, yuklab berdi. Yana Pythonni ko'radigan bo'lsak, Pythonning
114 i6 versiyasi. Xo'p, shu versiyasini yuklab oldik. Xo'p, nima qilamiz? Xohlaysanmi shu faylni ishga tushirishim deb savol beryapti. Xo'p, men bu yerda avval o'rnatganman, kompyuterimda sozlanib turibdi. Bu yerda sizlarda ham shunaqa sahifa ochiladi. Bu yerda ikkita bitishga qo'yadigan, ya'ni belgilaydigan qism chiqadi. Ya'ni nima deb qo'ygan edik bu yerda? Pazdga qo'shish kerak degan. Qo'shish deganda nima bo'ladi desangiz, qarang. Python Pythonning o'zini yozamizda, rasmlarga o'tamiz. Sizlarda Xo'p, sizlarda nima chiqadi desangiz, qarang. Xo'p, ochib olamiz rasmni. Rasmni ochib oladigan bo'lsak, bizda ham shunaqa qismi chiqib keldi. Qarang, o'rnatmoqchi bo'lgan paytimiz rostdan ham bu qismi keldi. Xo'p, yana nima qilishimiz kerak? Bu yerda @python 308, ya'ni biz o'zimizning versiyamizni pazga qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni bitishga qo'yib turib, install now deganga uстановка qilib ketishimiz kerak. Shunda hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, bizlar uстановка qilishni o'rgandik. Xo'p, bu yerda next dalay agar kimdadir kompyuter rus tilida bo'ladigan bo'lsa dalay bilan ketadi. Xo'p, uстановка qilib bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Uстановка qilib bo'ldik. U endi ishlayaptimi, ishlamayaptimi shuni tekshirish uchun puskga cmd, ya'ni buyruqlar yozadigan sistema kerak bo'ladi. Ya'ni prompt, ya'ni command prompt, buyruqlar qatori degan ma'noni beradi. Xo'p, nima qilamiz? U Python o'rnatilmaganini tekshirish uchun Python ikkita chiziqcha version deb yozamiz. Version deb. Xo'p, buni bosadigan bo'lsak, Pythonning biz o'rnatgan versiyasi chiqib keladi. Agarda kimdadir Pythonni uстановка qilib turib, lekin shunday yozuv uстановка qilganda bu chiqmasa, demak pazi qo'shilmadi. Pazini qayerdan ko'ramiz desak, pus qismiga environmental variables ga qarang. Environmental variables deb yozasiz. Xo'p, bu yerda yana environmental variables ga bosasiz. Bu yerda yana paz degan qismi bor. Yana pazda biz Pythonimiz o'zi qo'shib ketgan, aynan 14-versiyasini o'zi qo'shgan. Xo'p, bizda bu yer tushunarli. Endi bu qismi bo'ldi. Ya'ni bir qismning bitta bo'lagini bo'ldik. Endi ikkinchi ideya tanlash, ya'ni kod yozadigan dastur tanlash, muharrir tanlash. U juda ko'p. Muharrirlar juda ko'p. Xo'p, qanaqa muharrirlar bor desak, editor, list of editor for Python. Bizda Python uchun editorlar kerak. Xo'p, nima deydi? Python uchun editorlar deyotgan yozsak, birinchi bo'lib keng sun'iy intellektning o'zi Visual Studio Code bor, PyCharm degan va xo'p, shunaqa nimalar bor dedi. Xo'p, bizlarga nima kerak? Eng soddasi Visual Studio Code hisoblanadi. Image qismiga o'tsak ham ko'pisini beradi. Nimalarda yozsa bo'ladi desak, xo'p, qarang. Yo'q, bu boshqa nima ekan? Shu, lekin Visual Studio yo'q-ku bu yerda. Aynan mana. Xo'p, bizda nimalar bor? Yana Visual Studio bor, Sublime Text bor. Xo'p, shularda yozsa bo'ladi. Intel IDEA degani bor. Xo'p, bular odatda Java uchun. Bizda PyCharm bilan Visual Studio va Sublime Atom deganlar ham bor. Xo'p, shular qaysi sizga yoqadigan bo'lsa, shuni ishlasangiz ma'qul bo'ladi. Xo'p, biz Visual Studio kodni o'rnatamiz. Nimaga desa,
kompyuteriga Xo'p, endi bizlar nimada ishlaymiz? Visual Studio Code'da ishlaymiz. Sababi kompyuterimizga juda og'ir ham tushib ketmaydi, juda ham muammolari bo'lmaydi. Ya'ni nima qilamiz? Endi Visual Studiyoni qanaqa qilib o'rnatamiz desangiz, xo'p, Visual Studio Code deb yozamiz. Xo'p, keyin xohlasangiz download desangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zini sayti bor. Qarab kirsangizlar bo'ladi. Ya'ni Visual Studioning o'zini o'rnatinglar, o'zini sayti bor. Xo'p, boshqa saytga kiradigan bo'lsangizlar, boshqa nimalar bo'lib ketadi. Ya'ni antiviruslar o'rnatib tashlaydi, yana boshqa nimalar o'rnatib tashlaydi. Bizlarga ular kerak emas. O'zini saytiga kiramiz, yana download qismini bosamiz. Xohlasak o'zini saytiga kirib, ikkalasi ham bir. Xo'p, internetda sal muammo bor. Xo'p, yana qarang. Download qismiga bossangiz mana bunaqa chiqarib berdi. Nima qilamiz? Yana bizlar kimdir Windows ishlatadigan yoki kimdir MacBook ishlatadigan bo'lsa, Mac'ni bosadi. Bizlar nima qilamiz? Windows'ni bosamiz. Oddiygina, xo'p, yuklab beradi. Yuklab bergandan keyin bunda hech qanaqa paz, hech nima qo'shish shart emas. Shunchaki o'tkazib ustanovka qilib olsak bo'ldi. Men o'rnatib qo'yganman. Sizga hozir yuklab ko'rsatib beraman. Ya'ni ustanovka qiladigan jarayongacha. Agarda kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, YouTube'dagi kommentga yozsa, javob beramiz iloji boricha. Xo'p, qarang nima qiladi? Visual Studioni ustanovka qilishda mendan so'rayapti. Sen qabul qilasanmi shartlarni? Men qabul qilaman. I accept the arguments. Xo'p, nimalar qo'shish kerak deydi? Рабочий stol, ya'ni bosh ekranda, ya'ni bu mening bosh ekranimda Visual Studio chiqib tursinmi deyapti. Ha, chiqib tursin menga. Chiqib tursin. Chiqib turadigan bo'lsa, men mana bu yerga kichikka qo'yaman. Bu ikkalasi shart emas, hozircha shart emas. Mana paz deganni qo'shib ketishimiz kerak. Endi kerak bo'lib qoladi. Ya'ni terminal ishlatamiz bunda, keyin buni ham qo'shib ketamiz. Next bosamiz, keyin qolgan qismlarni install bossak, ustanovka qilib ketadi. Men ustanovka qilib qo'yibman. Xo'p, undan keyin qarang. Ustanovka qildik, tanladik, Visual Studioni tayyorlash. Tayyorlash deganda kerakli extensionlar, kerakli nimalarni o'rnatish. Xo'p, qarang. Bizlar nima qilamiz? Visual Studioga kirib olamiz. Visual Studioga kirsak, kimlarningdir kodlari har doim yoki o'zingizning kodlaringiz ochiq turadi. Hech qanday dastur, hech qanday nima ochilmagan bo'lsa, odatda shunday bo'lib turadi. Xo'p, bizlar nima qilamiz? Eng birinchi bo'lib, рабочий stolda, ya'ni ekranda o'zimizga kerakli papka yaratib olamiz. Nima qilamiz? New qismidan folder, ya'ni papka yaratamiz. Nima qilamiz? Papkaga nom beramiz. Python nomini bermoqchimiz. Xo'p, Python deb nomladik. Desam, bor ekan keyin. Python bor ekan. Python YouTube deymiz. YouTube'ga joylaymiz. Xo'p, shuning uchun Python YouTube dedim. Papka ochib oldim. Ichi bo'm-bo'sh. Oddiygina papka. Xo'p, endi Visual Studioga kelamiz. Visual Studioda nima qilamiz? Visual Studioda file qismini bosamiz. Qaranglar, file degan yozuv bor. File degan yozuvga open folder, ya'ni papkani ochmoq. Открыть papku degani. Xo'p, rus tilida. Endi рабочий stolni tanlaymiz, ya'ni рабочий stol endi rus tilida, desktop ingliz tilida. Python YouTube degan papkani tanlaymiz, select folder qilamiz. Papkani ochib oldik. Ya'ni papka mana ko'rsatib turadi. Xo'p, papkani ochib oldik. Endi nima qilamiz? Papkada fayl yaratamiz. Fayl degan nima? Python fayl yaratamiz. Aynan shunday ochilib turadi. Nima qilamiz? Xohlagan narsa birinchi, qarang. Nomlashning ham o'zining qoidasi bor. Birinchi dars .python. Ya'ni biz Python fayl ishlatganimiz uchun .py, ya'ni Python deb nomlaymiz. Xo'p, qarang. Kimlardir
A nokta P'yi. Ya'ni o'zini nomlashlari bor. Endi masalan hammasini bittada birinchi dars desangiz ajratib bo'lmaydi-ku. Ajratib turish uchun pastga chiziqcha qo'ysangiz, hammaga ham keyingi dasturchilar sizning kodingizni tekshirmoqchi bo'lsa, nimani ko'rmoqchi bo'lsa, u boshqacha tuyulmaydi. Shuning uchun. Xo'p, nima qilamiz? Yana mana dasturim bor. Python fayl yaratdim. Endi biror bir kod yozib, buni ishlatib ko'rishim kerak. Ishlab beradigan, ya'ni meni kodimni ishlab beradigan dasturim tayyor turibdi. Unga kodimni yuborishim kerak. Uni yuborishim uchun nima qilaman? Masalan, kod yozaman. Print deyman. Ichiga hello world deyman. Salom dunyo. World. Salom dunyo degan. Xo'p, shu ina qarang. Menda kodim bor и kodimni 0 bilan 1 ga, ya'ni kompyuter tushunadigan tilga o'giradigan dasturim bor. Bu kodimni olib bunga yuborishim kerak. Buni yuborishim uchun nima qilaman desangiz, qarang. Birinchi bo'lib, eng sodda hech qanday nimalarni uстановка qilmasdan ishlatadigan usulni ko'ramiz. Nima qilamiz? Terminal qismi bor. Terminal deganda, ya'ni terminal, new terminal, yangi terminal. Qaranglar, meni papkamni ochib berdi. Usersda, xo'p, bizlar nima degan papka ochgan edik? Python YouTube degan. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Python deb yozamiz. Python, ya'ni bizlar Python o'rganyapmiz. Python deymiz yoki bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. P da qo'ysangiz ham bo'ladi. Python desangiz ham bo'ladi. Xo'p, Python deymiz. Faylning nomini yozamiz. Birinchi dars nokta faylning oxirigacha yozamiz. Faylning qanday faylligicha. Xo'p, bosadigan bo'lsak, yana hello world chiqdi. Ko'rdingizmi? Bu birinchi usuli. Qarang, Pythonda to'liq yozmasangiz ham bo'ladi. Birinchi dars nokta Python desangiz ham natijani chiqaradi. Xo'p, qarang. Bizlar nima qildik? Kerakli tayyorladik, ko'rdik. Shunaqa. Unda nima qilamiz degan savol bor. Qarang endi, har doim bu terminalga kirib ishlatib yurish to'g'rimi degan savol bor. Yo'q, to'g'ri emas. Endi boshlang'ichlar uchun to'g'ri emas. Osonroq yo'li kerak. Bu yerga keladigan bo'lsak, extensions degan qismi bor. Extensions qismiga kelamiz, qaranglar. Nimalar turadi? Installate, uстановка qilingan extensionlar. Xo'p, sizlarda bu hech qanday nima chiqmaydi. Bu yerda installate'da hech qanday nima bo'lmaydi. Sababi toza kirgan bo'lsangiz hech nima chiqmaydi. Nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib sizlar Python deb yozasizlar. Python. Nima qilib beradi bu Python? Xo'p, Pythonning o'zini uстановка qilasiz. Uстановка qilganingizda bular bilan qo'shib uстановка qilib beradi. Xo'p, endi uстановка qilib bo'ldingiz. Bo'lganingizdan keyin mana bu yerda belgi bo'lmaydi. Mana shu belgi bo'lmaydi. Mana shu belgi foyda yaraladi. Yaralgandan keyin shu belgini bossangiz tezda ishlab beradi. Ko'rdingizmi? Mana. Hech qanday ortiqcha hech nima yozib o'tirganim yo'q. Aynan shu faylimni ishlab beryapti. Ko'rdingizmi? Xo'p. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Chiqib ketsangiz ham bemalol ishlaydi. Agarda kimdadir muammo bo'lib ketadigan bo'lsa, qarang, masalan, mana bu yerlarda muammo bo'lib ishlamay qoladigan bo'lsa, mana kartinka belgisini, ya'ni o'chirish belgisini bossangiz, keyin qaytadan ishlasangiz, ishlab ketaveradi. Xo'p. Bizlarda Visual Studio tayyor. Endi xo'p, qarang. Xo'p. Uji birinchi loyihani ishga tushirib ko'rdik. Qarang, loyihani, ya'ni dasturimni ishga tushirdim men. Python degan faylimni ishga tushirdim. Bu ham tayyor. Keyin hello world. Ya'ni qarang, bizda hello world degan so'z, masalan, salom dunyo yoki boshqa matnlarni chiqarmoqchi bo'lsangiz print deymiz. Xo'p, printdan keyin nima qilamiz? Assalomu alaykum. Xohlagan matn yozamiz. Matn nimada bo'ladi? Birli qo'shimnoqning ichida bo'ladi. Bossak ishlaydi. Bo'l. Xohlagan matn. Endi son yozmoqchi bo'lsangiz qo'shimnoq shart emas. 16. Ko'rdingizmi? Xo'p, bo'ldi. Endi
Qarang, bu kod menga hozircha kerak emas, lekin o'chirib tashlashim ham shart emas. Menga prosta borligi bilinib tursin, bu kodim borligi bilinib tursin, lekin keyinchalik ishlatishim mumkin. Masalan, 16 degan yosh kerak emas. 16 degan son kerak emas matnlar orasiga. Xo'p, nima qilaman desangiz, Ctrl degan tugma bilan, knopka bilan so'roq belgisi bor. So'roq belgisini bossangiz, ya'ni bu panjara belgisini qo'ysa kommentga o'tadi. Lekin qarang, kod turibdi. Kodni ishlataman, natijasi chiqmayapti. Sabab bu komment. Ko'ryapsizmi? Ya'ni nima degani bu komment? Koding turadi. Ya'ni bu ogohlantirish, shunaqa nima bor degandek. Odatda dasturchilar birinchi dasturimda yoki boshqa nimalar komment qo'yib ketishadi. Masalan, print nima haqidaligi yoki biror bir nima masala ishlasangiz, masalaning berilishini yozib ketsangiz bo'ladi bunaqa qilib. Hech qanday zarar yo'q, turaveradi. Xohlagan odam uni o'zgartirsa bo'ladi. Shunaqa qilib ko'rib borsak bo'ladi. Qarang. Izohlar ham ketdi, qarang. Izohlarda qarang endi men bitta qatorni izohga olyapman. Ko'ryapsizmi? Bu yerda nima deyapti? Bu yerda ko'p qatorli izoh. U hammasini olmoqchiman. Men bu yerda hamma yozgan kodlarimni izohga olmoqchiman. Qanaqa qilaman desam, qarang, tepaga pastga tushirib olaman. Nimani bosaman? Qo'shtirnoqni bosaman, yana bitta bosaman, yana bitta, ya'ni 3 marta bosaman. 3 marta bossam, chapda ham, o'ngda ham 3 ta ochib berdi. Endi nima qilaman? Ochib olaman. Bu kodimni Ctrl X qilib qirqib olaman-da, ya'ni qo'shtirnoqlarimni pastga tashlayman. Bularning hammasi kommentga tushdi. Qarang, natijani ishlataman, hech nima chiqmadi. Natija yo'q. Sababi hammasi izohda qolib ketdi, kommentda. Tushunarlimi? Bugun o'rgangan vajlarimiz, xo'p, buni o'rgandik. Keyin qarang. Python faylini ishga tushirib ko'rdik. Qarang, bu yerda make_dir degan bor, cd degan bor, lcdir degani bor. lc bilan dir degani bor. Xo'p, qarang, nima degani bu? Uji bir papkamiz bor, ya'ni folderimiz bor. Ya'ni Python degan papkamiz bor. Yana men bu yerda papka ochmoqchiman. Masalan, birinchi dars uchun papka tushunarlimi? Qarang, birinchi dars uchun papka ochildi. Ko'rdingizmi? Xo'p, endi yana bitta usuli bor. Bu yerda ochsa bo'ladi. Ikkinchi dars qilib papka. Ikkalasi papkasi bir xil ekan, ko'rdingizmi? Ikkinchi. Keyin bu yerni qarang, semda ishlash ham mumkin. Qarang, Python YouTube degan papkada turibman. Shu papkada yana bir papka yaratmoqchiman. Nima qilaman? make_dir, ya'ni inglizcha nomi qisqartmasi papka yarat degan buyruq bu. Nima qilamiz? Endi papkani adini yozamiz. Uchinchi dars qilamiz. Dars deymizda enterni bosamiz. Xo'p, bu yerda qaranglar. make_dir buyrug'ini olmayman deyapti. Nimaga desangiz, bu konsol qismi o'zini-o'zi himoyalab qo'yadi. Unda xohlagan odam yozib ketmasligi uchun. Buning uchun nima qilishimiz kerak degan savol bor. Bu yerda nima qilamiz? Bu kodni kopiyalab olamiz. Bizlar brauzerga kelib, ya'ni ishlaymiz. Qarang, bizda nima qiladi? Enclose deydi, your folder. Bizning papkamiz yopiq turibdi. Xohlagan odam xohlagancha kodni yozib keta olmaydi. Buni ochishimiz kerak. Ochishimiz uchun nima qilamiz? Qarang, qo'shtirnoq ichida yoz deydi yoki boshqa usulda yoz deydi. Xo'p, bizlar nima qilamiz? Qo'shtirnoq ichida yozib ko'ramiz. make_dir uchinchi dars. Qarang, nima qildi? Mana bunaqa directoryda dedi, Python ichida dedi. Uji 3-darsni yaratdim dedi. Ko'rdingizmi? Qarang, 3-dars chiqdi. Bu yerga o'tib ko'radigan bo'lsak ham 3-dars. Tushunarlimi? Nima bo'ldi? Papkamizni, ya'ni qo'shtirnoq ichiga olishimiz kerak. Tushunarlimi? Men PowerShell'da
Odatda bunaqa qilib yaratmoqchi bo'lsam yoki Visual Studio'ni o'zidan yarataman popkani yoki odatda bu yerda ham yaratsa bo'ladi. Bu yerda ham semdiga kirib olamiz. Semdi. Ya'ni buyruqlar qatori, ya'ni terminal qismi shu. Xo'p, nima qilamiz? Make dir qilasiz. Endi 4-dars. 4-dars degan qarang. Qarang. Orasida ochiq joy qoldirdik-ku. Orasida ochiq joy qoldirganligimiz uchun birinchisini, 4-chini bitta yaratdi, darsni yana bitta yaratdi. Uni umumiy bitta papka qilib yaratish uchun nima qilamiz? Qo'shtirnoq qilamiz. Ko'rdingizmi? 4-dars deb yaratdi. Hammaga tushunarli degan umiddaman. Qaranglar. Bu yerda turibman. Qancha papka bor? Men bu yerda ko'ryapti. Xo'p, bu semdida, ya'ni terminalda ko'rishim uchun nima qilaman? else degan buyruq bor. Else'ni tanimadi. Nima qilamiz bu yerda? Else'ni tanimadi. Sababi terminal tanimaydi, dir degan taniydi. Qarang, dir degan taniydi. Else nimada ishlaydi desangizlar? Windows PowerShell'da ishlaydi. Tushunarli? Unda ham deyarli ikkisi bir xil. Faqat ikkalasining ba'zi yerlari o'zgargan bo'ladi. Xo'p, keyin qarang, cd degani bu. Cd degani nima deb tushunib ketadi. Qarang. Masalan, birinchi dars papkasining ichiga kiraman. Ichiga kirdim, ko'rdingizmi? Ichi bo'm-bo'sh. Qarang. Nima qilaman? Shu papkani ichiga kirmoqchiman. Hozir men qaysi papkadaman? Python YouTube'daman. Xo'p, unga kirishim uchun nima qilaman? cd deyman, nomini yozaman. Nomini nima qilaman? Birinchi dars. Mana qarang, birinchi darsning ichiga kirdi. Tushunarli? Endi birinchi dars degan papkani ichida kerakmaydi. Men bu yerda fayl yaratmoqchi emasman. Bu yoqqa chiqmoqchiman. Nima qilaman? cd deyman. Ikkita nuqta qo'yaman. Oraga qaytadi. Bitta YouTube'ning ichida turib. Ko'rdingizmi? Shu bilan darsimiz tamom. Birinchi darsimiz, ya'ni sozlash va asoslari. Deyarli tushunib oldik. Asoslarini tushundik. Ya'ni Python o'rnatdik, kompilator degan nimani tushunib oldik. Keyin Visual Studio'ni sozladik. Visual Studio'da extension o'rnatdik. Keyin print hello world qilib ko'rdik, ya'ni buyruq borib ko'rdik. Ya'ni izohga olib ko'rdik. Keyin terminalda ishlab ko'rdik. Masalan, make-dir yoki Python faylni tushirib ko'rdik. Xo'p, keyingi darslarda o'zgaruvchilar degan tushunchalar, ya'ni shular mavzularni o'tib ketamiz, Xudo xohlasa. Darsimiz tamom. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.